Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana o'zining eng tezkor yangiliklari bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Abduqodir Husanovning muxlislariga yaxshi yangilik bor. Angliya Premyer Ligasining 13-turida joriy mavsumda chempionlikka da'vogarlik qilayotgan Manchester City jamoasi o'z muxlislari ko'z o'ngida Leeds futbolchilarini qabul qiladi. Josep Gvardiola shogirdlari Premyer Ligada Newcastle va Yevropa Chempionlar Ligasida Bayerndan uchralgan alamli mag'lubiyatlardan keyin ishqibozlar oldida o'zini oqlashi uchun bo'lajak uchrashuvda faqat g'alaba uchun maydonga tushadi. Ayniqsa Etihad Arenada Germaniyaning vakilidan uchralgan mag'lubiyatga jamoa qattiq ta'sir qildi. Ekspertlar tarkibda o'ng qanotda o'zgarish qilgan bosh murabbiyni tanqid ostiga oldi. Salbiy natija uchun javobgarlikni o'z bo'yniga olgan Josep Gvardiola barcha shogirdlariga ishonishini va ularni mahoratli futbolchilar sifatida qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Shundan kelib chiqib, Leedsga qarshi o'yinda murabbiylar shtabi boshlang'ich tarkibni qanday tuzishi va unga kimlarni jalb qilishi hammani qiziqtirmoqda. Manchester City faoliyatini yoritib kelayotgan nufuzli manba cityextra.co.uk bo'lajak uchrashuv uchun shaharliklarning taxminiy tarkibini tuzib chiqdi. Taxminiy tarkib bilan tanishing. Italiya giganti Janual Donnarumani Manchester Cityning Bayer Leverkusenga qarshi UEFA Chempionlar Ligasida mag'lubiyatni o'tkazib yuborgandan keyin yana darvozabondagi o'z vazifalariga qaytdi. Bu hafta jamoadagi o'zgarishlarda asosiy figuralardan biri Abduqodir Husanov bo'ldi. O'zbekistonlik futbolchi jarohatdan to'liq tiklandi va Matvesh Nunesh bilan o'ng qanot himoyasini o'rni uchun kurashga tayyor. Biz bu gal ham o'zbekistonlik o'yinchiga ishonch bildiradi deb hisoblaymiz. Ruben Dias, Joshko Gvardiol, Nico O'Reilly, Phil Foden, Bernardo Silva, Ryan Cherki, Erling Haaland, Jeremy Doku asosiy tarkibda Donnarumma, Abduqodir Husanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Nico, Bernardo, Foden, Cherki, Haaland, Doku. Zaxirada esa Trafford, Nunes, Stones, Ake, Ait-Nuri, Reinder, Savinio, Bob Marmush. Uchrashuv 29-noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da boshlanadi. Qadrli do'stlar, agarda ushbu o'yinni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maxsus Telegram kanalimizni tavsiya qilaman. Telegram kanalimiz silkasini kommentariyada qoldirdim. Hozir o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, hamyurtimizning o'yinini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Erling Haaland Premyer Ligada 100-golini urishga hamda Sergio Aguero va Raheem Sterling bilan birga Manchester City futbolkasida nufuzli Premyer Liganing 100-ligasiga kirgan tarixdagi 3-o'yinchisi bo'ldi. Yana bir o'yinchi Bernardo Silva klub sardori. Yillar davomida jamoada o'zini ko'rsatib kelmoqda. Gvardiola uni to'g'ri yo'lga qaytardi va biz ushbu dam olish kunlari asosiy tarkibda maydonga tushib sardorlik bog'ichida bo'ladi deb o'ylaymiz. Qadrli do'stlar, albatta nima bo'lganda ham hamyurtimizga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Abduqodir Husanov deb yozib qo'yishni unutmang va katta ehtimol mana cityextra.co.uk rasmiy portalida Abduqodir Husanovning asosiy tarkibda maydonga tushishi haqida yozishgan. Albatta hamyurtimizni asosiy tarkibda ko'ramiz degan umiddamiz. Nima bo'lganda ham omad tilab qo'yamiz do'stlar va mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.